Akam menga xo'jayin emas. O'sha suyuq oyog'ingni oldiga ketyapsanmi? Uni suyuq oyoq demang. Xotini bor erkakga yopishgan ayol suyuq oyoq bo'lmay nima? Quyuq oyoq bo'ladimi? Men uni yaxshi ko'raman. Ha, nimasini? Mamanizni ahvolini qarang. O! Sanam gapir. Ishdan kelsa mana shunaqa eski tuskilarda kutib oladi. Ustidan har xil yog' hidan qiydimey. Suyug'ing qanaqa kutib oladi? Suyug'ing demang. Suyug'ing qanaqa kutib oladi deyapman senga. Chiroyli ko'nelada bo'yanib kutib oladi. Ustidan har xil yog' hidi anqimaydi. Doim atir hidi keladi. Farzandlari bormi? Yo'q. Qaynana qaynatasichi? Yo'q. Sani xotiningda esa bor. Uylarni tozalamasligi uchun xizmatkor, bola qarashga enaga, ovqat qilmasligi uchun oshpaz olib kelib qo'yishga aqling yetadimi? Yo'q. Aqling yetmas ekan, xotiningni boricha qabul qilgin. Vaqti yetsa albatta o'ziga qarab, sani boshqacha kutib oladi. Ovqat qildingizmi, kelin? Shart emas. Biz ukam bilan o'zimiz bir bugun ovqat qilamiz-a. Siz buni xonangizga kirib ochsangiz tushunasiz. Kelingiz berib yubordilar. Bora qoling. Ha, qanchadan beri